Assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun biz Android telefonlarda Play Market yo'qolib qolsa topishni o'rganamiz. Iltimos sizlardan like va podpiska bosib qo'ying. Masalan, shu oyning oxirigacha biz 50 taga erishib olsak, jonli efir qilib ishlarimizni sizga ko'rsatib boramiz va juda ham aktiv bo'lamiz. Sizlardan iltimos. Birinchi, mana masalan shu Android telefon ko'rishingiz mumkin. Buni biz Play Market yo'q, bu ham oddiy A12 telefonlarimizdan biri. Ko'rishingiz mumkin. Telefonimizni mana bunday qilib yoqib olamiz. Birinchi ko'rishingiz mumkin, mana bizda Play Market yo'q. Mana ko'rishingiz mumkin, bularning ichida yo'q. Mana bitta ham Play Market yo'q. Birinchi parametrlarga kirib olishimiz kerak. Va ko'rishingiz mumkin, mana bu ilovalar degan joyni bitta bosib olsak, mana bu ilovalarning boshqaruvi tepaga qilaversak, mana Play Market o'tib ketdik. Mana Play Market ustiga bitta bosib olamiz. Albatta obuna bo'lib qo'ying. Bosib olganimizdan so'ng mana bunday ekran chiqadi. Mana majburiy to'xtatish degan joy bor. Uni aslo bosmang. Play Marketingiz bloklanib qoladi va uni programma qilish shart. Shuning uchun ko'rishingiz mumkin, mana bunday ekrandan yoqish degan joyi bor. Mana ko'rishingiz mumkin, yoqishni bitta bossak, mana shu 3 ta yozuvlar sizda paydo bo'ladi. Ochish, o'chirish, majburiy to'xtatish. Majburiy to'xtatishni aslo bosmaysiz. Mana ko'rishingiz mumkin, Play Marketimiz bularning ichida bo'lmaydi, lekin oldin shularning ichida edi. Biz mana bunday qilsak, mana bu yerda paydo bo'ladi. Mana o'yinlarni ham bemalol tortib olishingiz mumkin. O'yin, xohlagan ilovalaringizni. Mana ko'rishingiz mumkin. Menga obuna bo'lib qo'ying. Bundan zo'r videolar hali oldinda. Obuna va podpiskani bosib qo'ying, biz jonli efir qilamiz.